Do'stlar, men hozir shu Mingdonoboddan shaharga tushib ketishda yo'limda 4-5 ta zapravka bor. Barcha zapravkalarni ko'rib o'tamiz, qaysi biri ishlayapti ekan. Orada men sizlarga bitta ma'lumot o'rnida gapirib ketaman. Video davomida kuzating, bitta важный informatsiya bor. Kecha shu holatga yuz bo'ldim. Video davomida kuzatib boringlar, sizlarga tushuntirib o'taman. Yo'limizda birinchi o'chiradigan zapravka mana bu Sanic benzo zapravkani oldi o'chirib ko'ryapsizlar. Italiya degan zapravka bor. Ko'pchilik biladi buni. Birinchi zapravkamiz ishlamayapti. Ko'rib turganlaringdek. Bu ikkinchi zapravka. Hozir namanganliklar uchun bo'lgan, hozir farqqa ketgan odamga o'tgan bu zapravka. Shu zapravkada menda bir holat yuz berdi. Aynan shu zapravkaga kelib, juda ham важный syomkamiz bor edi. Kirib, iltimos qildim, agar imkoniyati bo'lsa qo'yib beringlar. Bizam operator aytdiki, yo'q, hech ham imkoniyati yo'q, to'g'ri tushunasiz va hokazo har xil vajlarni keltirdi. Mayli deb tashqarida chiqib ketyapsam, eshik tagida axan bolalar turibdi. Bolalar hech ham imkoniyati yo'qmi? Desam, muomalasini qiling, kirib qo'yib chiqaring deyapti. Qancha ekan muomalasi? Desam, 30 ming so'm deyapti. 30 ming so'm berib, gaz qo'yib chiqib ketish kerak ekan. Sizlarda ham shunaqa holat kuzatilyaptimi? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar, shu videoni keng tarqalishiga yordam beraverasiz.